Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana bugun navbatdagi obyektimizga keldik. Beraviy techkat yo'l ustanovka qilingan. Sistemani yuvilmaganina, ustanovka qilib ishlatilib boshlaganina 7 yil bo'lgan. Shundan buyon sistema yuvilmagan. Kotelni ichi ham yuvilmagan. Hozir birinchi o'sha yerda impuls bilan xudo xolasa radiator qismini yuvamiz. Keyin butser bilan kotelni polni içini yuvamiz kislota bilan. Shunda deb подключение verdik. Bu yerda ko'rishlaringiz mumkin. Bu yerda через косой filtr uladik. Bu yerda yechib o'tirmadik. Keyin mana ham yechib o'tirman bu yerni. Bu yerdan ham to'g'ri bu косой filtrdan butserni taqib kotelni ichini yuvamiz. Birisini yechishimizga to'g'ri keldi yana. Podachani bu yerga ulab qo'yibmiz yana ko'rishlaringiz mumkin. Endi bu momentlarni ko'rsatishimning sababi kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, kim shunday ustanovkalar bilan shug'ullanadigan bo'lsa, ko'rib o'rganishi mumkin. Bu yerda ko'rishlaringiz mumkin. Hozir sistemada kelib turgan davleniyani ko'rsatamiz, shunga qarab yuvamizda. Bismillah. Bo'ldi. Bu yerda 2-3 bar davleniya berib turgan ekan shu nasos. Endi 3 bar davleniyada yuvamiz bu tarafini. Siz bize xudo xolasa ishimizni boshladik. Mana bu hurmatli obunachilar, shunday suv chiqib ketganlarga. Endi nerede ishlamoqda ahvoli. Hozir xudo xolasa oppoq suv chiqgunchasini yaramiz bundan. Keyin impuls qo'shib beramiz. Kompressorni qo'shib yuvamiz. Suv chiqib turgan ko'rishingiz mumkin. Nerede su atlayıp başlayıp oppoq suv chiqqandan keyin kompressorni qo'shamiz. Burada 2-3 qator yuviladi da. 2-3 qator yuvilgandan keyin ko'rishingiz mumkin. Oq suv chiqib boshladi. Bazı birinci turbalarni yuvib turadi. Mana xullas aziz obunachilar. Hozir impulsni qo'shdik. Oppoq suv chiqyapti mana. Impulsdan keyingi holatni hozir ko'ramiz. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Impulsdan keyin qanaqangi suv chiqyapti. Hammaga tavsiya qilaman buni. Shunday deb qishki mavsumga girishdan oldin polni batareyalarni profilaktika qilish kerak. İyi kotelni ham shundasa aytib ketaman, kotelni yuvgan bilan sistema yuvilmasa, shu sistemadagi shu qop-qora loyli suv kotelni ichini tiqib tashlaydi. Ya'ni teplobmenniklarni tiqib tashlaydi. Valla bu ikinci batareyamiz bu. Mana xullas teplov pol kısmını yuvib boshladik. Bir de banili teplov polga yana ko'rishlaringiz mumkin. Kaplara suv chiqib içinde. Ne kullan? Ahırki etapa geldik. Hazır
kaçağını yuvuk tutmayı görüşlerimizi kaçak üstünlükte bağlı. Yine bu sirkülasyonu nasıl koşup yuvuk tutmak. Kapalı sirkülasyonu alt taraflarından tutup bizde grup basılan bir şey vardır ama kollu akatlıya sistem olan yük olduk fakat sabırakçıların bir bu anlayışını ya kaçağını yuvuk tutmak yapabilir. Görüşlerimizi o anda hazır avratları yarı tutma yarım saatten sonra kabartalım. Avratlı takarıp yani. Nefes emrinde ise problemimiz iyi olmuş. Bakın öyle grab sakın tutma yakıp istasyonu kızdıralım. Kime şimdi hizmetle gerek yoksa şimdi önünde bataryalar çalaklıdır. Takıl kala işleştirmem yoksa bir polni komplekt batarya petrol bilan 2025 hizmetleri var. Bemalol murojaat qilamiz.